Agarda men turagent bo'lib daromadimni oshirmoqchi bo'lsam, zapusk orqali ushbu 3 ta narsani sinab ko'rardim. Birinchisi, men faqatgina tur sotmasdim. Bundan tashqari, masalan, qanaqadir obuna modelni yo'lga qo'yardim. Obunada nima bo'ladi? Masalan, 6 oylik yoki 1 yillik podpiska sotib olish mumkin bo'ladi. Bu yerda siz masalan gargachi turlarni berishingiz mumkin. Yoki bundan tashqari o'sha chet elda vaqtingiz qanaqadir 24 ga yetdi aloqa xizmatini berishingiz mumkin. Yoki masalan bir kishi ketayotgan bo'lsa, yoniga yana bir kishi bo'lib, arzonroq tushish uchun qanaqadir paketlar qilib berardim. Shu qo'shimcha takliflarni pulli podpiskada men ularga taklif qilib sotuvini qilib bergan bo'lardim. Ikkinchisi, odamlar biznes profillariga, tur firmalar profillariga obuna bo'lishdan ko'ra, odamlarni o'zini blogiga, sayohat qilayotganlarga obuna bo'lishni afzal ko'rardi. Faqatgina tur firma profilini emas, aynan o'zimni shaxsiy blogimni ham yuritgan bo'lardim. Bunda o'zi masalan, qanaqa qilib arzon tur olish mumkin, umumiy tur firmaga oid, turizmga oid kontentlar berardim va eng asosiysi chet elga ko'proq sayohat qilib, shu chet elda ko'proq foydali kontentlar, kerakli instrumentlar, har xil gaydlar, instrumentlar bergan bo'lardim. Buning natijasida odamlarga chet elga sayohat qilayotgan insonlarni kuzatish juda qiziq. Shu qancha ko'p chet elga sayohat qilgan bo'lsam, qancha ko'p kontent qilgan bo'lsam, meni profilimning trafik ahvoli juda bir necha barobarga oshib ketgan bo'ladi. Uchinchisi, siz daromad qilishingiz yana qo'shimcha yo'li bor. Qanaqa desangiz, o'zingizda bor bilimlarni kurs qilib sotish. Masalan, siz viza qilishni bilishingiz mumkin. Masalan, siz tur sotishni, tur paketlarini yig'ishlarni, individual turlar qilishni bilishingiz mumkin. Men aynan ushbu narsalarni birlashtirgan holatda o'zim uchun воронка qilib chiqardim va o'zimni kursimni sotgan bo'lardim. Masalan, kamida 4 million so'mdan ham kurs qiladigan bo'lsangiz, 15 dan olsangiz ham 60 millionlik har uch oyda bir savdolar qilardim. Bu masalan daromadingizga qo'shimcha ravishda yaxshi pul bo'lishi mumkin. Bu va bunga o'xshash aynan qanaqa qilib zapusk orqali daromadga qilishga oid videolarni olish uchun sahifamga obuna bo'ling.